O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Endi bunday oilalarga 2.250.000 so'mdan beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Birinchi maydon jazoni o'tab chiqqan fuqarolarga bir martalik 2.250.000 nafaqa puli to'lanadi. 2025-yil birinchi maydon Qoraqalpog'iston va Xorazmda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga uyga quduq qazish, suv nasoslarini o'rnatish va suv filtrlarini xarid qilish uchun subsidiya ajratiladi. Bunda subsidiya xarajatlarining 90%, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda ajratiladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.